Hammaga assalomu alaykum. Bugun xorazmcha gaplashamiz. Bugun men xorazmcha emas, samarqandcha osh tayyorlashni boshladim. Ya'ni xo'jayindan zakaz tushdi, samarqandcha osh. Ko'rganingizdek, birinchi bo'lib go'shtlarni qovurib oldim. Go'shtlarim katta-katta bo'lak bo'lgani uchun keyin go'shtdan keyin piyozni yaxshilab qovurib oldim, qizartirib. Va sabzilari shuningdek katta-katta qilib to'g'rab qo'shiladi. Yaxshilab sabzilar bilan qovurilib olingandan keyin ichine chesnokni ko'mib qo'ydim. Qovurilganda yaxshi ta'm chiqsin deb. Menda avvaldan suv qaynatilgan edi. Qaynagan suv solib, shaqqillatib yaxshilab qaynatib oldim. Men bugungi palovimni lazer birinchidan pishiraman. Alangadan ham pishirar edim, lekin bugun lazerdan pishiraman. Lazer ko'p suv istaydi, shuning uchun yarim soatdan ko'p ezib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Men yarim soat ezib qo'ydim. Yashil piyozim qaynayincha sho'r suva, ya'ni tuzli suva, qaynagan suva yarim soat lazer birinchini ezib qo'ydim, zamachit qilib. Qizlaman Moskvadaman, shu G markasidan xurjun to'rvamni ko'tarib kelganman. Hamma kelinlardan ishlash uchun, albatta. Kanalimni yangi ochdim, toza ochdim. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh sizlarga manfaatli bo'ladigan videolar, retseptlar, har xil salatlar bilan bo'lishaman. Yashil piyozimiz tayyor bo'lgandan keyin shtat birinchilarini solib oldik. Chesnokni olib qo'ydim. Go'shtlar ichida qolaveradi, o'zlaringiz bilasizlar. Shu o'zlarimiz palov deyim bulam. Lekin birinchi bilan yashilni aralashtirilmaydi. Tuz sepib ustidan qaynagan suvni solib, yaxshilab qaynatib, suvlarni shimdirib oldim. Men keyin yana suv soldim. Suv solgan suvim ozroq bo'lgani uchun lazer birinchi ko'p suv istaydi. Shuning uchun sizlar ham asta ko'rib o'zlaringiz solaverasizlar. Shundan damini qo'yib qo'ydim. Zira samadim. Kishmish menda yo'q edi. Sizlarda kishmish bo'lsa, kishmish solishlaringiz mumkin. Men xo'jayinim zira yemaydilar, shuning uchun samadim. Oddiy qilib qo'yaverdim. Pishib chiqqandan keyin birinchini отдельный alasizlar bir idishga. Bizda oq birinchi deydilar, oq birinchida etib olib, keyin ustiga yashirini отдельный solinadi. Shu videoda ko'rganlaringizdek qizlar uyda tayyorlab ko'ringlar. Samarqand palovi. Mazali chiqadi. Keyin kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yishim eslaringizdan, yodlaringizdan chiqmasin. Поддержка etib turinglar, qizlarjonlar. Qizlar, men Xazaristonman. Kommentariyada yozsangizlar danishamiz. Har xil retseptlar, har xil ruskiy narsalar bilan bo'lishaman, retseptlari bilan. Kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar.